Sevaman. Voy. Ya'ni sizni eringiz bor, ikkita farzandingiz bor va sevgan yigitingiz, ya'ni o'ynashingiz bor. Va u 18+ xohlayapti, siz yo'q deyapsiz va u xafa bo'lyapti. Lekin siz uni sevasiz. Sevsangiz unda xafa qilib bo'lmaydi. Xafa qilmang unda uni, sevsangiz unda xo'p deyish kerak unda. Alo. Sizlar qanaqa reallikda yashayapsizlar? Sonlarim, go'zallarim. Men bu narsani o'qish o'zidan psixologik travma olib bo'ldim o'zi. Minnatdorman sizdan. Siz qanaqa yashayapsizlar bunaqa? Va shunda shu vaziyatdan qanaqa chiqib ketishingiz uchun men tavsiya berishim kerakmi? Özür dilerim.